mashina ustalari yoki uyni remont qiladigan ustalar, uy ustalari deymizmi, qanaqadir mashg'ulot bilan shug'ullanadigan insonlar o'zini qilgan ishini san'at asari darajasida deb baholashi mumkin va unga qiymat beradi. U qiymati endi pul masalasida tushunsa bo'ladi. Endi yuristlar yoki shunga o'xshagan kasblar o'zini qilgan ishini qanday baholaydi? Ular kiritgan fikrlari, kiritgan to'g'ri yo'llari yoki boshqa narsalar deyishimiz mumkin. Shunda hozir bir shikoyatni yozib chiqdim. Uni baholashda to'g'risi $15,000 summa o'zi uncha katta emas, lekin mana shuncha summaga baholab bilaman. Yana shunaqa yozish kerak bo'lsa, yana shunaqani yozib beraman, lekin mana shu summaga deyishim mumkin mana.